Qo'qonni markazidan yaxshi joy bo'lsa biznesimni boshlayman deganmidingiz? Siz uchun ajoyib taklif olib keldim. Umumiy maydoni 8 sotix yer hujjati bor, joylashuvi ko'p tarmoqli biznes uchun ayni mos. Binoda 4 ta xona mavjud, har bir xona turli funksiyaga moslashtirilgan holda ishlatish mumkin. Avtoservis bo'limi, idora, ombor yoki xizmatxona sifatida, kirish qismi esa bitta. Remont holati yaxshi, ichki remont va texnik jihozlash ishlarining ko'pi bajarilgan, darhol faoliyatni boshlash imkoniyati bor. Kommunikatsiyalar to'liq, svet, suv, kanalizatsiya va internet mavjud. Hudud gazlangan, ya'ni gazni ulab olish muammo emas. Joyda avtotransport uchun yetarli joy ajratilganligi sababli o'ndan ortiq avtomobilni qabul qilish imkoniyati mavjud. Kichik va o'rta formatdagi avtoservis, tuning, avtomobil ustaxonasi, detallash va moy almashtirish kabi xizmatlar uchun ayni muddao. Ijara shartlari esa uzoq muddatga mo'ljallangan. Ijara narxini egalari kelishamiz deyishdi. Markazda joylashganligi sababli mijoz topish, yetkazib berish va xodim yollash masalasi osonlashadi. Manzil esa Qo'qon shahar, Sarboz ko'chasi 13, orientir Go'rgaz va markaziy xiyobon o'rtasi, Namuna maktabi ro'parasida. Egalarning raqamlari shundoqqina ekraningizda, bemalol bog'lanib kelishsangiz bo'ladi. O'zimni ustaxonamni ochaman deb yurgan tanishlarga ushbu joyimizni ulashib jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.